oyim ham, dadam va akam ham uyda yo'q ekan. Ular yo'qligidan foydalanib, bu to'ychoqda sayr qilib kelsam, nima qilibdi? Voy. Inspektor to'xtatyaptimi? Nima qilaman endi? Tezroq qochmasam bo'lmaydi. Ma'lum bo'lishicha, voyaga yetmagan o'quvchi uyidan avtomashinani o'g'irlab qochdi. Bu ham yetmagandek, yo'l patrul xizmati inspektorlarining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan kichik yo'l transport hodisasi sodir etdi. Qarshi shahar hududida Gentra rusumli transport vositasi haydovchisi xodimlarining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanadi va boshqa bir avtomashinaga shikast yetkazadi. Harakat davomida haydovchilik guvohnomasi olmasdan hamda oldiyon oynalar tegishli ruxsatnomasi tonirovka qilinganligi hamda avariya holatini keltirib chiqarib harakatlanib ketganligi uchun haydovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rildi. Nimaga qonuniy talabimizga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi? Hujjatlarim yo'qligi uchun ketdim. Shu magazinning yonidan chiqdim, mashinani moyka qilaman deb. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 194-moddasi bo'yicha ruxsatnomasiz qoraytirib olgansiz oldiyon oynalarni. Avariya holatlarini keltirib chiqarmang, xo'pmi? Bundan tashqari ushbu transport vositasida Qarshi shahar majburiy ijro tomonidan 10 ta taqiq va qidiruv qo'yilgan qarzdorligi borligi uchun. Holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda ota-onalarga kichik eslatma: bolalaringiz avtomashina boshqarishiga aslo yo'l qo'ymang. Buning oqibati ko'ngilsiz voqealar bilan yakun topishi mumkinligini unutmang.